Agar chaqalogingiz safa qilishsa nima qilish kerak? Bolani madaniyatli tarzda o'zini himoya qilishga qanday o'rgatish kerak? Agar biz bolalar muhiti haqida gapiradigan bo'lsak, unda harakatlar ketma-ketligi quyidagicha bo'lishi mumkin. Avval boshqa odamga sizni nima bezovta qilayotganini ayting. Masalan, meni turtganing menga yoqmaydi. Agar u to'xtamasa, kaftingizni oldingizga qo'ying va baland ovozda ayting: "To'xtang. To'xtating. Bu menga yoqmaydi." Agar bu yordam bermasa, kisafa kelgan odamdan iloji boricha uzoqroq turing. Agar u sizga ergashsa, yordam uchun kattalarni chaqiring. Ushbu mahoratni o'zlashtirish bir necha yil davom etishi mumkin. Farzandingiz sizni xafa qilganini aytganida, bu ketma-ketlikni vaqti bilan takrorlang, u bilan butun algoritmni ko'rib chiqing. Bola qaysi qadamda qolib ketganini aniqlang. Unga butun zanjirni eslatib qo'ying. Rollarni o'ynang. Avvaliga siz bola rolidasiz, bola esa safa kelgan odamning rolida. U ularga nima qilishlarini ko'rsatadi. Va siz bunga qanday munosabatda bo'lishni ko'rsatasiz. Buni bir necha marta takrorlashingiz mumkin. Keyin siz rollarni almashtirasiz va bola o'zini qanday himoya qilishini ko'rsatadi.